أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli karındaşlarımız, bizdeki bu katımkı dersimizge yine hoş geldiniz. Bizdeki bu katımkı dersimizdeki asasi mevzui hac ve onunki hükmede buludu. Endi hazır hammamizga ma'lum, mena hac qilish faoliyatiga, ya'ni hac ibadatiga vaqt oz qoldi. Endi hozirgi vaqtning o'zida her bir adamniki berish imkoni bo'lmasmi va sabablarniki jihatidan yine Allah Taala meni taqdir qilib nisb qilgan adamlarniki o'zi meni haj faoliyatini qilishga berish imkoni uchun bo'ladi. Shuning uchun meni haj degan bu islom dinimizdagi 5 asosiy rukunniki birisi bo'lgandan keyin bu bir ibodat, nihoyat bir muhim bo'lgan bir ibodat. Bu muhim bo'lgan ibodat bo'lgandan keyin biz ham atoyda uyda necha yil tayyorlik qilib men haj qilaman deb, bu farz hajni ado qilaman deb men mushunda chiqqan bo'lgandan keyin chiqib qolsak, o'shaning o'zida bu hajniki bu faoliyatniki o'zini Qur'on bilan hadisga uyg'un bo'lmasa, shuningdek bu haj qilishdagi asosiy maqsad va hikmat buni bilmasak, o'shaniki o'zida toza ubtadchi bo'lmaydi. Shuning uchun biz endi shu haj ustidagi darsimizni mana hozir davomlashtirishga qaror qilib hozir meni boshladik. Undan oldin bu haj degan nima? Hammamizga ma'lum. Yana hammamizga ma'lum bo'lsa-mu, yana bu bir tazkir hisobidan, ya'ni bu aslatish degan men mushu hikmatga asosan bizning qayta bu haj faoliyatining ustida to'xtalib o'tamiz. Endi haj degan nima? Bu haj degan gapning o'zi arabcha gap. Endi bu yerda bizning dinimizniki mana hammasi arab tilidan boshqa millatlarga, ya'ni bizdek Uyg'ur millatlarga meni kirgan talaffuz bo'ladi. Chunki bu islom dinimiz mana arab millatiniki ichida chiqqan. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan shu payg'ambar kishiga Alloh taolo tarafdan meni tushirilgan din shu kishiga tushirilgan. Shu kishiga tushirilgandan keyin mana bu kishiniki o'zi arab millati. Bu arab millati degan arab so'zlashido degan gap. So'zlashgan bo'lgandan keyin bu yerda Alloh taoloniki men amr farmonlari va Alloh taolo kishilarniki qilishga buyurgan farz deb qilmish qat'iy bo'lmaydi deb qilgan mushu mana ahkam ta'limotlarniki hammasi arab tilida. Unda dilgan bilan uniki ma'nosi mana insonlarniki har qanday bir millat bo'lib ketsin ma'nosi o'xshaydi. Lekin uniki mana lafzi. Shuning uchun biz oldi bilan bu biz shu dinimizdagi ta'limotiniki o'zini arab tilidan qabul qilinib, arab tili orqali kirgan bo'lgandan keyin buniki lug'at ma'nosi arab nima deganni buni o'qishimiz nihoyat muhim. Undan keyin islom mana shu lafzini nima deb ataydi? Buni bilib olish kerak. Shuning uchun shu darsimizniki o'zida men har qanday bir mazmunda to'xtalgan bo'lsak, amalda shu gapniki agar arab tilida nima deydi, lug'atda nima deydi, arab tilida nima deydi degan mazmunniki ustida biz uning uchun to'xtalamiz. Endi haj asli bu arab tilidagi asos, ya'ni lug'at ma'nosi, ya'ni niyat qildi, maqsad qildi degan bu ma'noni ishlatadi. Lug'at ma'nosi bu. Ya'ni bir odam katta bir joyniki o'zini ziyorat qilaman yoki u yerga berib shundoq ko'rib kelaman deb men shu ya'ni maqsad qilish orqali mana shu ma'noni ifodalaydigan tilniki o'zini arabcha tilda buni hajja yahujju, hajjan, hajjun va mahjujun deb shundoq o'ziniki tillarda buni ataydi. Endi bundan keyin islom dinimiz mana kelgandiki bu tilniki o'ziniki ishlatish lug'at ma'nosi bo'lgan
bu tilishindeki işletish nemisi asosiy jihatdan qolmagan. Ammo islom dinimizga kelishdan burun bu Arab shoirlari va adabiyot mana kishilarniki o'ziniki she'r kitoblari va o'zida bu haj deb kelsa mana bir yani maqsad qilgan, niyat qilgan mana kattaniki o'zini berib ziyorat qilib kelishdan iborat bo'lgan bu ma'nini o'zigacha ishlatdi. Ondan keyin bu ma'niki o'zi mana arabchada asli tilda bir yani ziyorat qilish. Yani ziyorat qilish men ashani ziyorat qilib kelaman deb niyat qilish orqali bu odam qilgan niyatiniki o'zini mana haj deb ataydi. Endi xo'sh, ondan keyin bizniki İslam dinimizde bu haj degan nim. Biz bunu bilishimiz çok kerak. Endi İslam dinimizde haj qilibdi, haj qilish farzkan, yana haj qilib ketdi deydigan men mushtaq gap so'zlar çok bor. Ondan keyin meni lug'at mansidan aslida bu İslam dinimizdeki dinniki ma'nisiga yetkilib kelgandan keyin ikkisiniki o'rtasida ma'no chetishlik çok bo'ladi. Her qanday vaqtida bu chetishsiz bir shaniga yoki boshqa ma'noga yetkazadigan bir ish yo'q. Ondan keyin bu hajniki mana shar'iy ma'nosi. İslam dinimizdeki shar'iy ma'nosi nima desa, İslam dinimizdeki shar'iy ma'nosi mana maxsus muayyan bir vaqtda muayyan bir joyniki o'ziga berib, shu yerda bekitilgan faoliyatniki o'zini mana qilishniki o'zi nim bo'lgan bo'ladi, haj bo'lgan bo'ladi. Men muayyan vaqtda dedik. Muayyan vaqt qolgan. Ya'ni qamariy, hijriy mana hisob bo'yicha mana 12-oy deymiz. Hijja. Oy mana 9-kundan boshlab mana Zilhijja oyiniki 14-kunigacha bo'lgan oraliqda qilingan faoliyatniki o'zi men shu yerda bo'lish kerak. Shu oyda bo'lish kerak. Ammo bu oyniki boshqa bir vaqtda, bu vaqtdagi boshqa bir vaqtdagi o'zidan u odam men tavob qildi yoki shu faoliyatlarni mana masalan Minoga chiqibdi yo Arfatga chiqibdi, u haj bo'lmaydi. Endi shunda shu faoliyatning o'zini muayyan bir yerda qilish kerak. Mana islom dinimiz belgilab bergan, men muayyan joy qavm, muayyan joy yer shariniki ustidagi Saudi Arabiston degan davlatniki ichida Makka degan bir rayon bor. Shu rayonniki ichidagi mana Baytulloh, mana Safa Marva va undan boshqa shu mana 8-kundan boshlab qilingan mana shu faoliyat Minoga chiqish, Arfat, Muzdalifa, yana shu Minoga kelib andan shu ishlarni qilishniki o'zini aşağıda qilish kerak. Endi u odam mana mushu ishlarniki o'zini shu haramda bekitgan osh joyning ichida qilmay, boshqa bir yerda qilgan bo'lsa, u joyning o'zida islom dinimizda bu haj bo'lmaydi. Endi birisiga men uchinchi shu makon, shu zaman bo'pti, bo'lgan vaqt o'zida Qur'on hadisniki ro'yga asosan uchuq, yani muayyan bir shaklda bekitilgan shu faoliyatniki aynan bir shaklda qilmasa, u joyning o'zida hem bu hajniki yüzücü hajcho olmaydı. Mesela bir adam kopup şu Zilhicce'ninki 8-9 günde başlap ya bir herhangi berip ya Arfat'a çıkıp mandak çok koyuptu. Hem de koygan bilen o adam şu günlük üzerinde Arfat'a çıkmaptı ya Muzdalifa'ya çıkmaptı ya ki bana tavaf ifazet diyen bu nersini çok kınmaptı. Beni kınmayıp başka bir rejden aşağıda lağayla büyüyen bolsa o adam makanını hem zamanını tapkan bilen mi? Şu bekitilgen şu faaliyette kılmışsa o adam haj çok olmaydı. Haj kılallıkını ki bana savabını yani haj kılıştan ibaret olan geldiğini düşken bu perzini adakan olmaydı. Bana bu İslam dinimizde haj diyen bana bu hukumdaki umumi manisi bana muşluğundan ibaretti. Ondan iken demek bu hajniki özü bana İslam dinimizde bir kançı faaliyetti. Mene zaman ve makan itibarıyla mene kılınılan bir kançı faaliyetin murakkep boğan şu umumi yalakını boğan buludu, atalı boğan buludu. Mene bunu deyimiz ona haj deyimiz. Hem de
Hajniki lug'at ma'nosidagi o'zini muqaddas bir joyga meni ziyorat qilishni niyat qilish dedik. Ana o'g'anlikin mana bu haj vaqtdagi o'zida jazman mana yer shariniki ustida eng katta joy bo'lgan. Mana Alloh taolo meniki uyim deb u uyniki o'zini o'ziga nisbat bergan. Mana bu uyniki o'zini Alloh taolo yer sharini mana bu koinotni yaratgandan tortib yoki uniki oldida mana Alloh taolo maxsus payg'ambarlarni evatish orqali uni saldırgan. Yani bir qancha payg'ambar saldirib, bir qancha payg'ambarlarni saldirishga amr qilib, unidagi men İbrahim alayhissalom zamonida kelgan vaqtida İsmoil alayhissalom bilan men ikki zotniki o'zini uyagan, qaytadan uyishib ketgan o'rniki o'zini qaytadan selishgan nima qilgan u yerda beketgan. Men bu yer shariga nisbatan eng ulug' joy, eng muqaddas joydan iborat bo'lgan bu joy shu. Men Allah men u yerga sizlar qarab namoz o'qinglar. Men uni uchun tavob qilinglar. Aşağı qarab namoz o'qisanglar. Men aşağını tavob qilsanglar, man qarab namoz o'qigandek. Men man qarab namoz o'qigan bo'lsanglar, meni tavob qilgan bo'lsanglar deb men Alloh taolo bir insonlarga bu tarafda nima qildi? O Alloh uchun ruxsat qildi. Mana bu e'tibor bilan men bu muqaddas joyniki o'zini nima qilish, u yerda meni ziyorat qilish orqali men İbrahim alayhissalom meni Ka'bani yasab bitirgandan keyin shu vaqtdagi o'zida meni butun insonlarniki o'ziga mashaga haj qilib, meni mushu Ka'baniki o'zini tavob qilib ketishga meni chaqiriqchi qilgan. Meni bu to'g'rida Qur'oni Karimda oyat cho'q bor. Meni mushu chaqiriqqa ovoz qo'shish orqali meni shu vaqtning o'zida meni İbrahim alayhisalom shu joyni o'zi to'ldi. To'lgan vaqtning o'zida biz o'chog'imizga meni bu 3000 yilniki oldida o'choq bo'lmasaqmi? Bizdeki şu 3000 yılındaki aldığındaki mene boğumuzun sulbuda biz şu yerde çok var. Şu yer boğandaki şu vaktimizde boğumuzga mene aşında yetkizip qanday bir amal olsun men Allah'a yetkizip işte kılan. Men yetkizgen olsa uçağımızda biz onu kabul kılıp şu canlıki üzedeki mene İbrahim Aleyhisselam'daki çakırkan imkan bolumuz uçağımızda üzede men avaz koşup makul dep o Kâbe'ni ziyaret kılışı boğan buludum. Mana buniki hikmet tarifi şu. Ondan başka mana bu Kâbe'ninki o'zida mana hajdan iborat bo'lgan bu faoliyatniki boshqa jiq nimalar var. Mana hikmet hem sabablar çok bor. Shu joyniki o'zida İbrahim alayhissalom mana u yerga kelgan, yasagan, undan keyin mana u yerda o'ziniki o'g'li bo'lgan İsmoil alayhissalomni bo'g'izlashgan. Mana Alloh taolo amr qilgan. Meni Minoniki o'zida shu yerda bo'g'izlayman deb chiqqan vaqt o'zida men İbrahim alayhissalomni ko'rgan tushniki o'zi rostab o yerda rasmi qabul qilib anadan buniki o'rniga men boshqadan bir qo'shqa tushirish orqali uni o'rniga buni qilmay sen buni qil degan men mushundaq katta bir ishlar bo'lgan ekan men shu yerni ziyorat qilish orqali mana shu Alloh taoloniki mana ilm qudrati va Allohniki mo'jizi Allohga yaqin bo'lgan eng yaqin bo'lgan kishilarning qanday faoliyat qilgan ishlarni u yerga kirib nima qilish u yerda meni u yerda uchun belgilash u yerda uchun o'qish bu yerda tafakkur qilib bu yerdan meni ibratchi elish shuningdek hamma odamniki o'zi oqibati meni dunyo vayron bo'lib men oxirgi zamon bo'lgan vaqt o'zida meni qiyomatchi bo'ladi qiyomat bo'lgan vaqt o'zida insonlarniki o'zi shu yer shoniki o'zida qanchalik muddatda yashagan bo'lsa shu muddatda yashagan har bir inson men er bo'lsin men ayol bo'lsin o'ziniki qilgan etgan ishlarniki hammani hisobchi berdi bu birisi nima u sud maydoni mana bu sud maydoni o'zida ta Adem Aleyhisselam'dan tortib ta şu kıyamet gelişi boğan arlıqdaki insanların hemmisi neçe milyar, neçe trilyon kesimi men sot meydanındaki üzge şöyle jığıldı. Jığılgandıkken Allah Teala bu adamlardaki üzeden her birinden ayrım müştah hesapçı aldı. Men bu günne men bu günneki üzeden men namayanlık kıldırış şu günlük kişilerge şu dünyadaki üzüdümü men buluş imkanını men uqtırış için men erpat günde hem adam şöyle jığılışına ibaret olan men bu meni faoliyatim Allah nima qilgan u yerda men mushundaq nimalar var men uning boshqa jiq hikmatlar var unda o'g'andikin mana hajniki lug'at va islom dinimizdagi shar'iy ma'nosini qildi buni chu bildik endi hajniki asos mana bu ziyorat qilishniki bu tavob ya'ni Ka'bani tavob qilishniki asos nemiz qavm chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo inna awwala bayti wudi'a lin-nasi للذي ببكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ degan mana Allohning so'zi-ku bu. Mana insonlarga birinchi bo'lib ibodat uchun qo'yilgan uy mushu Makkadagi nimadir o uydur dedi Alloh taolo. Ya'ni insonlarga nisbatan birinchi bo'lib mana u insonlarga mana ibodat qilsang bo'ladi bir uyga kirib deb mushundoq mana Alloh taoloniki qo'ygan yasab boshlatgan uyniki birinchisi Ka'ba. Mana Ka'ba bo'lgandiki bu e'tibor bilan nima qilamiz u yerda? Mana u Ka'bani tavob qilib mushundoq baş faoliyatlarni çok qilamiz. Mana bu uyniki o'zi mana muborakdir. Mana bu uyning o'zi butun olamga hidoyatdir. Mana bu uyniki o'zida cho'ng bir mana oyati bayinat borki u qavm mana Allohniki qudrati, Allohniki ilmini bildiradigan mana mo'jiz va alomatlar nihoyatda jo'n nima yo'qdir. Bo'libmi İbrahim alayhissalatu vassalamniki u yerda nimasi bordir, maqomi bordir. Ya'ni İbrahim alayhissalatu vassalam aş Ka'bani yasqa vaqti o'zida mana hozirgi maqom İbrahim deb kelgan aş ya'niki o'ziga mana Alloh taolo shu İbrahim alayhissalomniki shu tasigan dastlab turgan toshniki o'ziga o'zining qadimini izini chiqargan. Mana bu iz nima? Ya'ni bu uyni yasgan odamniki o'zi jazman İbrahim alayhissalom. Buni bilib qo'ying demoqchi. Boshqa bir odam nima qilmadi bu yerda? Meni yasmadi deb mana bu qarab baxsak bu toshniki o'zida bir normal bir odamniki mandaq dasiga vaqtning o'zida hech qanday qonun ketib ketgan ish yo'q. Ammo İbrahim alayhissalatu vassalam shu Ka'bani yasgan vaqtning o'zida İsmoil alayhissalom bilan aşağı dasiga toshniki ustiga qadim ketib bir ikki son atrofida aşağı kelgan. Mana bu cho'ng bir nima bo'lgan bo'ldi Allohniki mana qudratiniki bir nemizcho bo'lgan bo'ldi. Mana shu oyatga asosan mana Ka'bani mana ziyorat qilib, tavob qilib, ya'ni haj qilishniki asos hikmati bu yerda mana belgilanadi. Unda o'g'ilkin hammamizga ma'lum bu hajniki o'zi islom dinimizdagi asos 5 rukun bo'lgan, shu 5 rukunniki asos bir bo'lgan 5-chi nima bo'lgan bo'ladi? Rukun bo'lgan bo'ladi. Shuningdek Alloh taolo insonlarga, mana mu'min musulmonlarga farz qilgan farzlarniki asos bir qismi bo'ladi. Mana bu e'tibor bilan agar bir odam haj qilishdan iborat bo'lgan bu farz ibodatniki o'ziga bilib turib, o'qib turib, tushunib turib bu odamning o'zi inkor qiladi ekan, mana bu odam rasmiy dindan chiqib ketadi. Mana u deganda u nima u arablarga berib u yer tavob qilib bundoq bir uy ekan u degan nima ishdi u qolgan degilar mushtaq qiladi ekan deb mana mushuniki rasmiy islom dinimizdagi asos rukuni va shuari ekanligini bilib turib, tushunib turib, o'qib turib mana aniga mana rasmiy inkor qilib mana unda ish yo'q u Alloh degan gap o deb qo'ysa, deb qolsa u odamning o'zi dindan chiqib ketadi. Ammo u odam uni bilmabdi. Bilmagan bo'lsa, uchaning o'zidan ma'zur bo'lgan bo'ladi. Uchani bilmasligi o'zi ma'zur. Alloh bu odamning uchada gunohini mag'firat qiladi. Endi bu hajniki o'zi qachon mana farz qilingan? Mana ko'p sonliq ulamolarimizniki deyishicha, tarixiy hijriyniki 6-yil. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib, qilganiki 6-yili mana farz bo'lgan deydi. Ko'p sonliq olimlarimiz mushuni uchun qaraydi. Nima ish qilsa, mana shu farz ekanligini bilib turadigan bir qancha nima oyatlar bor. Shu oyatniki o'zi, masalan, Qur'oni Karimdagi shu sura Haj va undan boshqa suralardagi men shu oyat qarab, shu chani yuzi tushgan bo'lganligi, ya'ni demak, hajniki o'zi farz bo'lishdan iborat bo'lib, farz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib 6-yil bo'lgan deydi. Endi ba'zi ulamolarimiz 7-yil bo'lgan deydi. Endi ba'zi ulamolar 8-yil bo'lgan deydi. Endi 8-yil deganlar bu bor. Endi ba'zilar masalan İbn Qayyum qatorliq olimlarimizniki o'zi mana bu hajniki o'zi 9-yili yoki 10-yil bo'lgan deb bundoq çok qaraydi. Nimish bo'ladi deydi desa, chunki islom dinimizda farz bo'lgan Allohniki amrini ijro qilishning o'zi mana qat'iy nima bo'lgan bo'ladi, u darhol qilish kerak. Darhol qilish kerak bo'lganligi shuni Ibn Qayyum rahmatullohi alayh niki qatorliq ulamolarimiz ko'z qarashicha mana bu 9 ya 10 yil bo'lgan. 10 yil shu jonida rasmiy farz bo'lganlik Payg'ambar o'zi qilmas bo'lmaydi.
Men bu itibar bilan 10-cı yılı deymiz deydi. Yani bazı adamlar ya köp salik alim 6-cı yılı olgan. 6-cı yılı olup neymiş peygambersem uçanın yüzüde meni o kımmede edilse uçanın yüzüden de 8-ci yılı 6-cı yılı perz bolsunmu? Meni bunu karta peygambersemdeki bazı davet ve hakaza işleri muhim bolgandiken hem o kafirler o Mekke'deki yüzünü fethi kılış imkan bolmagandiken fethi kılmagandiken o çağda kechikip ketken. Ama şu fethi kılış 8-ci yıl bolsunmu? 8-ci yılı fethi kan bolsun peygambersem mena o yıldaki yüzü 9-cu yılı hem kılmasken men 8-ci yıldaki yüzüde peygambersem başka bir valini yüzü vakalet elde hac kıldırışka meni üçün koygan. Ya ki olmaydı 9-cu yılı Ebu Bekir radıyallahu ta'ala onu yüzüneki ornaga naip olup hac kılışka mesul kıpçı evekken dep nima kılıdı karaydı. Ana o anken hacniki kaçan mene perz buluş kaçıncı yıl perz buluşniki mene karta ölümanımızdaki otursa da men muşundaq nima var mene göz qaraşçı ba. Endi bunu qarab ölümanlarımız hacdan ibaret olan bu perzniki üzü o adamga men perz bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda bu perz ibodatni darhol qilish kerakmi? Yoki bo'lmaydi uni kechiktirib qilish bo'ladi deganniki o'ttirisida ixtilofchi qilishib qolgan. Ya'ni boshqa perz amallarga o'xshamaydi bu hajniki o'zi. Mana boshqa amallarniki o'zida u amallarni u odamga perz bo'ladi ekan darhol ijro qilish kerak. Vaqti sababi tepilsa u chog'ingizda uni kechiktirishga mana yeni bir tarafga qolib mundaq qilish kuchi bo'lmaydi. Ammo haj kelgan vaqtning o'zida ulamolarimiz mana buni ixtilof qilishib, ba'zi ulamolarimiz darhol qilish kerak deydi. Masalan, İmam Şafii, İmam Ebu Yusuf qatorliq olimlarimiz, yeni ba'zi olimlarimiz, İmam Azam qatorliq olimlarimiz mana bu darhol qilishga bo'lmaydi. Ishqilib bu hajniki qilish mana farzniki vaqti şu adamniki şu perz bo'lganda tatib o'lib ketkishi bo'lgan orliqda ömürde bir qato qilish. Ömürde bir qato qilsak, o'chani o'zida meni hajdan iborat bo'lgan bu perzniki o'zini bu ado qilgan bo'lamiz. Ammo hajdan boshqa bo'lgan ibodatniki o'zini u odam mana u qanday qiladi? Davomli tahro qiladi. Mana bir kech kunduz 5 vaqt namoz, mana roza va zakotdan iborat bo'lgan bu ibodatniki o'zi her yili tekrarlandı. Ama hajdan ibaret olan bu ibadet ömürde bir kata çok kısa buludu. Şu bu hajdaki adamniki üstüge şartları, onun sebepleri tepilip perz bo'lgandiki mi derhal kımısa günahkar bup ketmeydi dep nima qiladi onu da qaraydi. Endi hajdaki katta bir amel ekanligini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadislerinde bir qancha hadis çok bunu da degan. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam hac qilishga kishilarni rag'batlantirish orqali mana kishilarni undigan. Mana hac qilinglar, uniki faoliyati nim bo'ladi, katta bo'ladi degan. Mana bu to'g'rida Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivoyat qilishda deydiki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mana qaysi amalniki eng katta bir amal ekanligini Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan so'ralgan. So'ralgan vaqtimizda Peygamber sallam shuna degan. Mana amallarniki ichidagi eng katta amalniki o'zi mana Allah Rasuluga ishonish. Chunki bu ishonishniki o'zimi iymonniki o'zimi bu nima u bir amal. U bir amal, qalbning nimasi u amali. Unda o'niki amal degan mana nashkatim deyildi. Mana o adamniki dil orqali, qalb orqali, og'iz orqali va a'zolar orqali qilingan nima o ibodat, nima amal. Bunun hammani deymiz, amal deymiz. Unda o'niki Peygamber sallam şu amallarning ichidagi eng katta, eng yaxshi bo'lgan amalniki o'zi birinchi bo'lib Allohga ishonish, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga nima qilish? Ishonish. Mana bu ishongan bo'lsa, qolgan ishongan narsa hammasi nima bo'ladi? U chog'da ishongan çok bo'ladi. Dedi. Degan vaqt o'zida yana o adam dedi ki, ya Resulullah onu deyki çok, onu deyki ki yani yaxshi amal qavu degan vaqt o'zida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi ki, mana Allah'ın Resulüga iman keltirgan deyki ki en katta afzal, en katta amal mana Allah'ın yo'lida jihad qilishdir. Allah'ın yo'lida nima qilish? Jihad qilish dedi. Degan deyken yeni so'raldi Peygamber sallamdan.
Unundan keyin cho degan vaqtning o'zida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana unundan keyingi eng afzal amal hajji mabrur. Eng yaxshi ubdan mana uning ichida hech qanday gunoh ma'siyat qilmagan, Qur'on hadisdagi ro'yiga asosan haj qilgan, mana hajniki o'zi mushu ikkinchi daraja, uchinchi darajada turgan katta amal men mushu dedi. Ya'ni demak, men mushu hadisga asosan mana bu haj qilishdan iborat bo'lgan bu amalniki o'zi men islom dinimizda eng afzal amallarning qatoridan nim bo'lgan bo'ladi. Uchinchi amalchi bo'lgan bo'ladi. Ondan oldin yana undan boshqa meni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu to'g'riliq yana jiq hadislari bor. Hamda yana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki yana bir boshqa hadisda men bu hajniki o'zini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihad degan mushtaq hadislari cho'p bor. Mana Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisida shuna deydiki, jazman bir odam Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi kelib dediki, men bir qo'rqanchoq, men bir ojiz bir odam, men jihodga chiqa olmayman degan vaqt o'zida undoq bo'lsa emisa tikini yo'q, jafosi yo'q bir jihod bor. Ya'ni odamniki ojiz bo'lamdi, mayli qo'rqanchoq bo'lamdi, unga hisoblanmaydigan bir jihod bor. Sen şu cihatga chiqqin deb Payg'ambar u jihad qavu degan vaqt o'zida haj degan. Unda o'g'andan keyin men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam moidasniki o'zida meni hajniki o'zini jihadniki o'rniga qo'ygan. Yana Abu Hurayraniki qilgan yana bir rivoyatida meni bu Imom Nasai rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan bir hadis Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Yaşlıb qalğan, aciz, yani mangamaydigan ve şuningdek men ayollarniki jihadi hajdur degan. Hamda yosh cho'ngib qolgan, men mangamaydigan odamniki o'zi, voy men jihad degan katta amal. Buni chiqarmadim yoki u ishni qilolmadim demisin. Shuningdek aciz, mena u odamniki badan aciz, mangamaydi, kasal, mena mushudaq odam bo'lgan bo'lsa yoki ayol kishi ekan. Ayol kişiliki yüzümün, meni Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislarda mücahitlarga bergen in'am ve savab asasen ularni qilg'isi çok var. Unda o'g'andiki buna nisbatan men jihad qilg'isi ashta qilib ketgan bo'lsa, meni Payg'ambar deydi, nima deydi? Meni Payg'ambar deydiki, men haj qilsa meni aciz, ayollar aciz ve cho'ngib qolgan odamlarning o'zi qilgan hajiniki o'zi jihad çok bo'ladi deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men mushtaqcho degan. Yine Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadisida shuna degan. Ayşe shuna degan: "Ya Rasululloh, bizmi siz bilan birga jihad qilmaymizmi? Bizmi urush qilmaymizmi? Bu Qur'oni Kerimda meni Alloh taolo jihad qilishniki noit kat ekanligini necha oyatda so'zlayotdi. Ular bergan mukofot shundoq katta ekan. Unda bo'lganiki bizim o'ydishib turmay sen ne vasan birlik berip biz bu cihat kılmayımızmı degan. Degan vaqt o'zida men Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem ya siz biz bilan basang'chi bo'lmaydi. Ayollarniki cihat qilish nemisi yo'q, u cihat qilishga farzchi emas. Lekin ularniki cihati en güzel, en ubdan cihati nemidir? Hajdir. O cihat qilsam bo'ladi, va men mujohid bo'lsam bo'ladi, mujohid o'xshash qurol ko'tarib Muşunda kafirlarni öldürüp, men muşunda İslami devleti kursam bo'ldi deydigan, muşu vatan, mena muşu musulmonlarni zulmni quturdirman deydigan ish bo'lgan bo'lsa, men bu ayollarniki u jihadga chiqishga bo'lmaydi. Ularniki jihadi nima u Payg'ambar sallallohu alayhi muşu hadisi degandek, mena hajji mabrur. Siz shu haj qilasiz, haj qilgan vaqtdagi o'zida mena hajniki qilgan darsligi o'zi mena shu jihadchi bo'ladi. Shu jihad qilma degan jihadingizning savobi men hajdicho ba deb Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem men mushtaqcho degan. Va undan boshqa Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem men haj qilgan bo'lsa, o'chamizda bu hajniki o'zi haj qiluvchi odamniki gunoyiniki o'zini men mag'firat qilib kafforat qiladi degan mazmunda nimva Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem. Men bu to'g'rida Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem meni shuna degan. Bir odamiki haj qilsa, haj qilgandan keyin u odam hech qanday sat gapni
qalaymıqan behuda gapni çok qilmabdin va buzuq, meni harom, bundaq gap so'z harakatni qilmay u odam yashqan bo'lsa, men bu odamning o'ziniki onasidan tug'ilgan kundagidek meni ajdin yanıdı bu odam. Oppoq gunohdan meni kapparat tutib ketadi. Gunoh yo'q bo'ldi bu odam. Hamma gunohi meni juyilib ketadi deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mush hadisda mushtaqchu degan. Unda o'ndikin meni mush hadisga asosan meni bu haj qilishdan iborat bo'lgan. Meni bu haj meni nayt nima u katta bir ibodat. Va undan boshqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki yani bu to'g'riliq yana bir qancha hadislar bor. Yana boshqa hajga adamniki o'zini Alloh taolo Allohniki mehmonlari, Allohniki o'migi degan mushundaq payg'ambarsamniki hadislar çok bor. Mana payg'ambarsamniki Abu Hurayradan rivoyat qilgan bir hadisida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Haj qiluvchilar va umr qiluvchi odam bo'lsa, bu Allohniki nimasidir? O mana bu Allohniki o'migidir. Agar ular Alloh duo qilsa, Alloh duosini ijobat qiladi. Agar ular Allohdan o'zligi gunohini afv qilishni so'rasa, Alloh ularning gunohini bilan afv qiladi deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu degan. Ya'ni demak, haj qilaman, umr qilaman degan odamlar boshqa odamga o'xshamay, bu Allohniki nimasi o'migi. Allohniki mehmoni, Zuyufur Rahman deydi şu an. Allohniki nimasi ular mehmonlari. Allohniki meni mehmonlari bo'lgandikan, bu haj qilgan va umr qilgan odamlarniki o'zi odatdagi odamlarcha emas. Yine payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yine bir rivoyat qilgan hadisda bu haj qilgan odamniki shu hajiniki mukofoti faqat nima degan jannat degan mazmunda bir qancha nimalar bor, hadislar çok bor. Yine Ebu Hurayra'niki İmam Bukhari ve İmam Müslim'de rivayet qilgan bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Yine ömürlükçilik bo'lgan orliqda mana ikkisilik orliqdagi o'tkazib qo'ygan ash odamning gunohini bu umra nim qoldi kafforat qiladi. Masalan, madem hozir bir umr qilibdi, yeni bir qator bir umr qilgan bo'lsa, bu ikki orliqda qilgan mush gunohi sag'ir bilasiz qilgan bo'lsa, mushuk qilgan ash umrniki o'zi bu odamning kuchi gunohini hammani yo'qchi qiladi. Endi haji mabrur kelsak, haji mabrur faqat uniki mukofoti jannat deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu degan. Ya'ni demak, mana islom dinimizda mana hajdan iborat bo'lgan bu ibodatniki o'rni men alohida imtiyozga nima u ega. Odatdagi ibodatchi emas. Katta bir nima bo'lgan bo'ladi, ibodatchi bo'ladi. Endi haj qilgan vaqt o'zida haj qilgan odamniki o'zi men u qanday qiladi? Haj qilgan odamniki o'zi u chog'imizda bu safar qilib, uni qilib, u chog'imizda nafaka yani pul bilan qashlaydi. Mana u qashlaydigan pul bo'lmasa, u odamning haj qilish farzi emas. Endi bu odam shu jarayonida haj qilaman yoki umr qilaman degan jarayonning o'zida bu odamniki o'zi mana nima qilibdi? Pul va hokazo bir narsa qashlaydi. Qashlagan bo'lsa, u chog'ning o'zida qanday qilib qashlangan pul? Mana bu to'g'riliq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan Burayda roziyallohu ta'ala yedi shuna deydikin, mana hajni qashlagan ash pul molniki o'zi men Allohniki yo'lida qashlangan pulga o'xshashchi savobchi beriladi degan. Mana bir dirham, mana hajda bir dirham qashlangan pul boshqa vaqt qarg'a vaqtiga o'zida 700 dirham men qashladi deb Alloh taolo mushundoq ko'paytib berdi. Bu haj jarayonida, umr qilish jarayonida mana bu nima? Bu hajniki o'ziniki qashlangan pul men mushundoq mukofotga nima u ega deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaqchu degan. Endi men abiyam degandek bu hajniki o'zi men alohida mushundoq imtiyoz men alohida o'rinuvchi ega. Unda o'niki mushundoq katta bir ibodatkan, ham farzkan. Unda o'niki bu ibodatni qancha xato qilamiz? Desa aviyati deganimizda men bu haj ibodatning o'zi umrda bir xato qilsaqchi bo'ladi. Shuning bilan bir xato qilgandan keyin u odamniki gadidiki mana bu nima hajdan iborat bo'lgan bu farz u odamning gadini soqit bo'ladi.
Uningdan keyin qilib qolgan hajniki o'zi hammasi nafla, tatavu. Ammo u odam men haj qilmasam bo'lmaydi deb nazr qilib mundaq qilgan bo'lsa, uchan o'zi uni qilish kerak. U bir vojibning o'rniga tushidi. Ammo undaq qilmay, uningdagi bir qator qilib bo'lgandan keyin yana bir qator haj qilmay desak, u nafla yo'g'on bo'ladi. Mana bu hajniki o'zi umrda bir qator bo'ladi. Bu to'g'riliq mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadislari bor. Mana Abu Hurayra roziyallohu ta'ala anhuki rivoyat qilgan hadisidan. Mana Abu Hurayra bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutba o'qigan deydi. Ya'ni hajjatul vidoda. Ey odamlar, jazman Alloh taolo sizlarga meni haj qilishni farz qildi. Unda bo'lgandan keyin sizlar haj qilinglar degandan keyin meni bir odam qo'pib dediki, "Ya Rasululloh, har yil qilamizmi?" degan. Degan vaqt o'zida payg'ambar sallam meni shu turib qolgan. Anadaki payg'ambar sallam bu odamning o'zi 3 qator mushta degan. Degan vaqt o'zida 4-chi qatim payg'ambar sallam shunday deganki, "Agar men deb qolgan bo'lsam, u chog'da bu haj qilishdan iborat bo'lgan bu ibodat har yili meni qilish vojib bo'ldi. Sen uni qilishga kuching yetmaydi. Kuching yetmagandan keyin hamma gunohkorchi bo'linglar, bo'ltinglar. Unda bo'lgandan keyin men bir gap vaqt o'zida mana u qandoq, mundoq deb so'ramay, mana ash degan bo'yicha shundoqcha tushuninglar, bilinglar. Unda bo'lgandan keyin bundoq qilish sabab sindiki ilgari o'tgan ummatniki vayron bo'lib, ashla iz yo'qolib ketishligi o'zi halokat bo'lishligi asos sababi mana bo'lmagan, mushu foydasi yo'q, muhim bo'lmagan sualni so'rash orqali mana u odamning farz bo'lgan, uniki bu ishni qilib bo'lolmagan. Unda uni bu ishni qilmanglar. Unda o'yladi ben bir şeyga sizlarni meni nima qilsam, o'changizda bir şeyga ben buyurgan bo'lsam, uni uchun kuchim yetgan qadar qilinglar. Qachonki bir şeyni meni uni qilmanglar deb o'changizda masildan meni to'sgan bo'lsam, o'changizda u narsa qat'iy tark etishingiz uchun kerak deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushedisni mushtaqchu degan. Ya'ni demak, meni haj qilish meni bir aytsa ma'nodan yine başka yine to'liqlaydi, o yine so'rg'a adamniki ismimi hem o'changning o'zida hem deydi. Unda o'ylaykin, men bu haj qilishniki o'zi meni umrda bir qator qilishga yetadi. Shuni qolgan farzlarga o'xshash meni har kunda 24 soatda har yil bo'lgan farz emas. Umrda bir qator qilsak, haj farz bo'lgandan keyin o'changizda bu farz hajniki o'zi gadingimizdan saqit bo'lib, o'changning o'zida bu tugaydi. Mana amaliyot deganimizda men bu hajniki o'zi darhol qilish kerakmi yoki keyin qilish kerakmi deganning o'zida mana darsimizning bosh tarafida ma'lum darajada to'xtaldik. Mana bunda mana hajniki mana farz bo'lgan yilga e'tiboran ulamolarimiz mana bu nima qilgan ixtilofchi qilib qolgan. Ba'zi ulamolarimiz darhol buni qilmasaqchi bo'lmaydi. Mana u deb shundaqdek nima qilgan unuqchi qaragan. Masalan, darhol qilmasa bo'lmaydi degan men mushundoq ulamolarimizdagi qatorida masalan İmam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Malik ve İmam Mehmet qatorliq olimlarimiz mana hajniki o'zi u odamga mana farz bo'lish mana imkoni shart tepilgan vaqt o'zida darhol kechiktirmay uni qilish kerak. Chunki bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Bir odam mana haj qilishni iroda qilsa, ya'ni haj qilishni endi men haj qilish hozir vaqtim bor ekan, kuchim yetdi ekan, sharoit bor ekan, pulim bor ekan deb endi haj qilsam bo'ladi ekan degan vaqtning o'zida men bu odamning o'zi darhol haj qilsin. Chunki bu odam kasal bo'lib qolishi mumkin. Mana u odamniki shu haj qilishga mana to'plagan pul yoki hozirlagan narsa keraklarniki o'zi mana yo'qolib ketishi mumkin. Mana u chog'ning o'zida meni hojati va safar qilgan o'zida hojat bo'lgan narsaki o'zi meni yo'qolib ketib, yo'l itilib qolishi yoki bir ish bo'lib pul yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun meni hajniki o'zini kechiktirmay darhol nima qilsin, meni qilsin, oldirsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadislarda men mushtaqchu degan. Mana mushu degan hadis va undan boshqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisida sizlar haj qilishni oldiranglar. Ya'ni farz hajni qilishga nima qilinglar? Oldiranglar. Jazman sizniki biringlar mana nima paydo bo'ladi? Men kelajak qilaman, 25 yil qilaman degan bu qolgan vaqtning o'zida u odam
Meni nima ishlar bo'ldi, nima ishlar yuz berdi, buni tushunib bilmaydi. Meni bilmay o'chog'ingizda pul tuga yo'qolib ketishi mumkin, yo'l yitilib qolishi mumkin, ya ba'zi bir ishlar uchun bo'lishi mumkin. Darhol shu vaqt o'zida haj qilish imkoni bor, shart sharoit meni to'liqlagan vaqt o'zida buni kechiktirmay, men darhol men mushtaqcho qilinglar degan. Men mushu hadisga asosan men ulamolarimizdagi o'zi men darhol haj qilish imkoniyati tepilgan vaqt o'zida darhol kechiktirmay men qilish kerak. Agar kechiktirib qolgan bo'lsa, men o odamniki o'zi gunohkor bo'ladi deb mushtaqcho qaragan. Ammo boshqa olimlar, masalan İmam Avzai, İmam Şafii, İmam Sevri ve shuningdek Muhammed ibn Hasan qatorliq olimlarimizdagi o'zi bu hajniki o'zi darhollikqa qilmasaqmi, meni kechiktirib qilsak buni verdi. Chunki bu hajniki qildigan vaqt bir odamniki farz bo'lgan tortib shu umr oxirigacha men vaqt shu bo'ladi deb shu umrniki qaysi vaqtning o'zidan qisib bo'lgan ekan, meni bu uchun nima bo'lgan bo'ladi, meni durust bo'lgan bo'ladi. Bunun qarta Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki meni aşkan haccetul vida qarab baqsaq, Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem o'ziniki haccetul vidani meni tarihi hijriniki 10-yili qilgan. Tarihi hijriniki 10-yili qilgan bo'lgan ekan, meni tarihi hijriniki meni 6-yili, 7-yili yoki 8-yili bo'ldi deb qarasaqmi, men 3 yil Peygamber sallam kechiktirib yo'q qilayotgan. Anda o'g'andiki buni qaragan vaqt o'zidan meni haj faoliyatidan iborat bo'lgan bu farz ibodatning o'zini darhol kech qilmasaqmi, sal kechiktirib qilib qolsak, o'chan o'zida bu odam o'zi gunohkorchi bo'lmaydi deb men ulamolarimiz mushtaqcho ko'zcho qaragan. Unda o'g'andiki meni hajniki qandoq ekanligini nima qildik, bildik. Meni hajniki qandoq ibodat ekanligini, meni hajga odamga meni qandoq odam bo'lganligini, unga qandoq mukofot berilganligini, meni haj farz bo'lgandikan darhollik qilish kerakmi? Meni uni kech qilsak bo'lamdikan yoki uni bir qator qilamiz, qancha qator qilamiz qolgan farz ibodatlardek deganligida, meni bu mazmunda meni ma'lum jihatda meni ma'lumotga ega bo'ldik. Meni bizdagi hozirgi darsimiz meni mushaylik bo'lsin. Yeni bir qator ko'rishkilar har birini Allohga omonat qildik va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.